Hammasidan ham qizig'i narxi aka. To'pato'g'ri o'zi narxini boshida aytish kerak edi. Bu mashinamiz Samarqandda ishlab chiqariladi. Shu paytgacha o'zimizda Samarqandda. Siklatimiz birinchi marta siz bilan bu siklatimizda bu mashinamizni video qilyapmiz. Kerakli joyi ko'rsatishingiz mumkin. Mana bu joy. Qarang. Sidenamizni bemalol orqa oldi yoqib viloyatga o'rnatamiz. Spirallik, ya'ni qishki paytlarda muzlab qolmaydi. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Ko'rishinglar mumkin, Jack mashinalarini har xil modellaridan bor, ko'rishinglar mumkin. Bortli, tentli, xolodilnik qo'yib ishlatadigan variantlari ham bor ekan do'stlar. Videoni oxirigacha ko'rasizlar. Sizlarga hozir to'liq obzorni qo'yib beramiz do'stlar. Naqd pul, kredit, leasing xohlagan variantda bemalol xarid qilsanglar bo'ladi do'stlar. Xo'sh, hurmatli obunachilar, Farhod akamiz obzorimizda yordam beradi. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Xudo xolasa Jack X200 mashinamizni siklatimizga tashrif buyurdik. Xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Juda ham ko'p ekan aka. 100 ta bo'lmasa ham 100 tadan salgina kamroq siklatimiz. Birinchi marta siz bilan bu siklatimizda bu mashinamizni video qilyapmiz. Birinchisi. Oldingi videolarimizni har xil kanallardan ko'rgan bo'lsangiz ham faqat salonlarda bitta ikkitasini olingan, o'sha viloyatlarda ham. Endi siklatimizga tashrif buyurdik. Sababi shu paytgacha bu mashinamiz Samarqandda ishlab chiqariladi. Shu paytgacha o'zimizda Samarqandda. Gap yo'q. Ishlab chiqariladi. 3 yillik garantiyasi bilan shu paytgacha yig'ilmaganligini sababi 2 smenada ish bo'lardi zavodga. Hozir endi uspet qilmaganligi uchun 3 smenada ish bo'lyapti. Ana endi mashinamiz yig'ilib qoldi, shu uchun birinchi marta bu yerda video qilyapmiz. Agar e'tibor qilgan bo'lsangizlar, shuni ham kommentariyga yozib keting. Bundan oldin ko'rganmisiz, yo'qmi siz shuncha mashinani? Ha. Xo'p, qulayliklari, afzalliklari haqida bir akamiz ma'lumot bering buni. Xo'p, xudo xolasa endi keling Bortovoydan boshlaymiz. Mana bunisini ochib qo'ydik mashinamizni. Ha. Xo'p, bu Jack X200 mashinamiz hozirgi kunda hamyonbop va ommabop bo'lib qoldi bu mashinamiz. Bu Bortovoyimiz. Motorimizga keladigan bo'lsak, Grinji brendi asosida ishlab chiqarilgan 2lik. 147 ot kuchiga ega mashinamiz. Endi haydovchilarimiz bu narsani juda yaxshi tushunadi. Nechilik unaqaligini. Keyin metan, propan muammosiz tushadi. Servisimiz bor Toshkentda. Bir martaga gaz o'rnatib, olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Xo'p, salonida qanaqa? Salonidan boshqa. Salonga e'tibor qiladigan bo'lsak, salonimiz komfort, luks konditsioner, radiolargacha bor. Elektronli usilitel rollarimiz. Barlar bu yoqda hamma. Haydovchimiz uchun eng kerakli joyi ko'rsatishingiz mumkin. Mana bu joy. Qarang. Sidenamizni bemalol orqa oldi yoqib viloyatga, masalan, qatnaydigan uzoqroq yo'llarga, endi viloyatga bo'lmasa ham uzoqroq yo'llarga haydaydigan shoferlar akalarimiz uchun juda yaxshi. Nima uchun? Boshqa mashinalarda pastlaydi. Tikka turmaysiz, belga umuman nagruzka tushmaydi-da. Yumshoq juda mashinamiz. Balonlarimiz 15 ga, orqasi 13. Juda miyaqki. Shuni o'zida ham yuraversa bo'ladimi, almashtirmasdan? Bo'ladi. Miyaqki balonlarda ishlab chiqarilgan. Miyaqki. Xo'p, yana bir pluslari o'ynalarimiz spirallik, ya'ni qishki paytlarda muzlab qolmaydi. Mashina yoqqandan o'zi erishib boshlaydi. Bu ham bir haydovchilarimizga qanaqadir qulaylik. Shunaqa. Tushunarli. Bu necha endi? Xo'p, bortimiz. Bortimizga keladigan bo'lsak, bortimizning metallariga ham e'tibor bering aka. Endi ko'p joylarda siz reklama qilgansiz. Birinchi navbatda siz o'zi bilasiz-da. Qalin bo'lib kelgan metallari. Standart 2,5 tonnalik. Zavod bergan unaqa tonna 2,5 tonna. Uchi o'ngga 1,80. 1,80. Metr bo'lganda hozir o'lchab ko'rsatardik-da realni. Ko'rish uchun. Shunaqa. Xo'p, orqalarini ko'rishlar mumkin. Shunaqa. Zapaskalarimiz pastda, qo'sh balon. Ikkita zapasimiz bor, ikkita zapaska balon. Ikki xil razmerda-ku, ikkita. Yo'q, orqasi 13, oldini 15. Mana ko'rsatishingiz mumkin, ikkita balon.
Tushunarli. Mana hozir aytib o'tdik-ku sizga zavod uspet qilmayapti deb. Vinkodlardan. Xo'p. Hozir boya aytib o'tdim, zavod uspet qilmayapti. Endi mashinamiz zapas bo'ldi dedim. O'tgan oy 08 edi, to'g'rimi? Avgust oyi. Mana ko'rsatishingiz mumkin. 25-yil 8-oy. Xo'p. Ikkinchi versiyamiz bu tentovkalik. Tentovkalik mashinamiz ham tent yig'iladigan shtorkasi, masalan, qanaqadir nigabaritni yuklab bersa ham bemalol yig'ishtirib qo'yib, hammasi shuniki bo'ladi. Ha. Mana zavod yuborgan hamma oddiy bir detallargacha, xudo xolasa, qaysi biri sizga ma'qul bo'ladi, ustanovka qilib, chiroyli qilib yo'lga chiqarib yuboramiz. To'lov masalalari qanaqa tartibda bo'ladi? Naqd, kredit, variant, qanday variantlarimiz bor ekan? Xo'p, to'lov masalasiga keladigan bo'lsa, xudo xolasa, naqd bo'lsa ham baribir biz shartnoma beramiz. Shartnoma orqali pulni to'lov qiladilar. Agar naqd pullar baribir endi to'g'risi biz bilamiz, endi hammamizda ham naqd pul yo'q. Bank orqali yoki avto lizing qilib olsalar bo'ladi. Eng kami 25-30% qo'llarda to'lovlar bo'lsa, bu degani o'rtacha 70-72 million atrofida pullar bo'lsa, mashinani 2 soat ichiga avto kredit qilib chiqarib beramiz. 2 soatda ishi hal bo'ladi. Ishlari hal. Bo'ldi. Bitta pasport, o'zlari, pul. Bo'ldi. Tushunarli. Buni aka zapchastlarida muammo yo'q dedingiz-a? Zapchast taraflama, servis taraflama hech qanaqa xudo xolasa muammo yo'q. Sababi bu o'zimizda O'zbekistonda, Samarqandda yig'ilyapti. Shuning uchun ham mashinadan oldin zapchastlar kirib keladi. Keyin masalan, Imindan Toshkent masalan olib kelish shart emas. 12 ta viloyatga ham servislarimiz bor. Masalan, deylik, Qoraqalpoqmi, buyog'i Surxondaryomi, Vodiy bo'ladimi? O'sha viloyatdagi servisimiz nomerlarini beramiz. 3 yil davomida texnik xizmat ko'rsatish bepul. Ha, tushundim. Bularda qarang, prava bisi farqi yo'q-a buni? Farqi yo'q. Yengilga o'taveradi. Shunaqa yengilga. U 3,5 tonnani tepasiga shaharning ichiga hozir kirishga qo'ymayapti. Shu ozgina muammo bo'lganligi uchun juda bu mashinamizga savdosi oshib qolgan. Bular shahar ichida bemalol harakatlana oladi. Tushunarli. Xo'p, qanaqa model bor? Yana bitta modelimizni ko'rsatib o'raylik. Bo'ldi. Xo'p, 3-versiyamiz mana bu. Izotermizlik prom tovarim deydi. Aha. Oldin kabinasi hammasi bir xil. Faqat orqasida farqi bor. Bortlik 40 sm bortligi, tentligi hamda mana bu mashinamiz. Faqat orqasida farq qiladi. Qani ichkarisi? Rezinlari yangi ekan. Rezinkalar hali yangi, ochilishi qiyin, vakuum bo'ladi-da bular. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. 4 sm qalinlikda turibdi. Bu oldinda xolodilnik qo'yganda bemalol -5 ga ishlab bera oladi. -5 ga ishlab. Ha, furgonimiz. Endi bu hammasida ham yuk tashishga bog'liqda, qaysi mijozimizni bizneslarga qarab o'zlari tanlab olishaveradilar. Qaysi qulay bo'lsa, qaysi o'zini ishiga. Endi bunga plus tarafi orqasidan hamda yonidan eshigi bor. Masalan, deylik, 3 xil, 4 xil tovar olib chiqqanda orqasiga o'tib eng oxirigini olib chiqish baribir menimcha qiyin, shuning uchun yonidan qilinganda 2 xil tovar, 3 xil tovar bo'lsa. Haydovchimizga yana bitta bu qulaylik. Bunda ham ikkita zapaska. Hammasi bir xil. Bir xil. Faqat orqasida farqi bor. Tushunarli. Salon hamma joyi bir xil bularni. Shunaqa. Ranglarimiz qanaqa ranglar? Faqat shu rangdan bormi? Faqat bir xil rangimiz bor. Faqat shu. Ko'rishingiz mumkin faralarda neobichni. Neobichni faralar mana do'stlar ko'rishingiz mumkin. Skladda bemalol ko'p bundan. Endi biz o'zbekmiz skladga kelganimizning sababi ikkita dona bo'lsa ham tanlagimiz keladi-da. Birda masalan shu imindan shu demaymiz, shu uchun sklad keldik. Xohlaganingizda eng oxirdagisini tanlab olib ketsangiz ham bo'ladi. Farqi yo'q bizga. Hammasi ham bir xil mashina. Bir xil hammasi. Shunaqa. O'zimizda ishlab chiqarilyapti. Eng glavnisi garantiyalarda ertaga falon joyga borib kelish hojati o'zimizda nima bo'lsa. Mashinamizda 3 yil garantiya beriladi. Motor, korobka, zadniy mostiga. Xudo xolasa shu paytgacha hech qanaqa bir hali muammo bo'lmagan. Muammo bo'lgan yo'q. Bundan keyin ham xudo xolasa bo'lmasin, lekin servislarimiz hammasi qilinib qo'yilgan. Tushunarli. Bo'lmasa shular aka yangiliklarimiz. Shunaqa. Bo'lmasa qo'rqmasdan pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib yoki kelib xarid qilsanglar ham bo'ladi, yo ma'lumotni telefonda olsa ham bo'ladi. Aka, bularni endi ko'rsatdik, obzorini aytdik. Bular narxi, hammasidan ham qizig'i narxi aka. To'pato'g'ri o'zi narxini boshda aytish kerak edi. Xo'p, qarang akajon. Jack X200 bortovoyimiz narxi. Bu endi zavod belgilab bergan narx. 248 million 640 ming so'm.
Xo'p, tentligimiz bor. Tentlik dedik hozir. Endi yig'ishtirib qo'yilgan bu yoqda. Endi ana bu Tentlari oftobda bor. tenti, o'zini unaqasini yo'qotmasligi uchun tentligimiz 255 million 320 ming so'm. O'sha narx undan pasaymaydimi? Yo'q, yo'q. Bir xil Kelishtirib narx. beraman, skidka qilib beraman degan narsalar yo'q. Endi o'zimizning bonuslarimiz bor mijozimizga, xudo xolasa. Kelsa, chiroyli qilib berasiz bonuslar. Chiroyli qilib beramiz, pollik qo'shib beramiz. Shunga o'xshash endi o'zimizning chiroyli qilib bonuslarimiz bor. Shu paytgacha mijozlarimiz bizdan norozi bo'lib ketmadilar. Xursand bo'lib olib chiqib ketdilar. Nargisini narxi, uchinchisi Prom tovarimizning narxi, hozir aytib o'tib ketganimizdek, u narxi 275 million so'm. 275 million so'm. Shunaqa. Tushunarli. Lokatsiyamiz aniqroq Toshkentda. Aniqroq lokatsiyamiz Toshkent, Sergeli, o'zgarish mostidan o'tgandan keyin Qo'marg'i mostiga yetmasdan o'zi 3 etажlik bino China Motors deb qo'yilgan. Endi bu hozir bu joyimizga kelishimiz shart emas, sababi o'zi ofisimizga kelganimizdan keyin biz o'zi mijozimizni olib kelamiz. Любой bittasini Ko'rsatilar. tanlab, olib chiqib ofisimizga olib ketamiz. Tushunarli bo'lmasa. Akamiz chiroyli sizlarga narxni qilib berishadi, ma'lumotni berishadi. Xudo xolasa qo'rqmasdan akamizga telefon qilsanglar, chiroyli kutib olishadi. Xudo xolasa. Pastda nomerni qoldiramiz. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, yana to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Salomat bo'ling. Sizga rahmat, charchamang.